Assalomu alaykum, siz tarixiy Timeline kanalidasiz. Yerni tebratuvchi dahshatli xudo. Qadimgi Yunoniston zaminida yashagan aholining diniy e'tiqodi ko'p xudolikka asoslangan edi. Ular nazdida xudolar xo'jalik homiylari bo'lib, bu dunyodagi barcha ishlar ular tomonidan amalga oshirilardi. Manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda Yunonlarning o'nlab xudolari mavjud bo'lgan. Diniy dunyoqarashlarga ko'ra xudolarga atab turli rivoyat, afsona hamda miflar paydo bo'lgan. Afsonalarga ko'ra, Zevsning akasi Poseydon yerni tebratuvchi dahshatli dengiz xudolaridan biri bo'lib, Yunonlar undan qattiq qo'rqqanlar. Ular Poseydonni yarim yalang'och, qo'lida 3 ayrili bahaybat nayza ushlagan holda tasavvur qilganlar. U o'zining 3 ayrili nayzasi bilan yerni larzaga keltirib, dengizda bo'ron ko'targan va kemalarni cho'ktirib yuborgan. Afsonalar qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi bizga albatta qorong'u. Ushbu afsonada ham qadimgi odamlarning o'ziga xos e'tiqodi, ishonchi aks etgan. Yana bir rivoyat esa Poseydon haqida quyidagilarni bayon etadi. Dengizning teran qa'rida chaqmoqdor Zevsning og'asi, ayrim manbalarda ukasi, zilzilakor Poseydonning g'oyat mo'jizaviy qasri bor. Poseydon barcha dengizlar hukmdori. U 3 ayrili dahshatli aso tutgan qo'lini biroz bo'lsa-da silkitsa, dengiz to'lqinlari unga darhol itoat etadilar. Poseydon bilan birga uning sohib jamol rafiqasi, sohib karomat dengiz qariyasi Nereining qizi, Poseydon otasining uyidan o'g'irlab kelgan Amfitrita ham dengiz tubida yashaydi. Zilzilakor tangri kunlarning birida Naksos oroli sohilida bu qiz opa-singillari bilan davra qurib, o'yin-kulgi qilayotganini ko'rib qoladi. Shunda dengiz xudosi go'zal Amfitritaga maftun bo'lib, o'z jang aravasida uni olib ketmoqchi bo'ladi. Lekin Amfitrita osmon gumbazini qudratli yelkasida ko'tarib turgan Titan Atlasnikiga yashirinadi. Poseydon Nereining dilbar qizini uzoq vaqt topa olmaydi. Nihoyat, Yunus baliq, delfin, qiz qayerga berkinganligini aytib beradi. Bu xizmati uchun Poseydon Yunus baliqni samoviy yulduzlar turkumiga kiritadi. Poseydon Nereining bag'oyat sohib jamol qizini Atlasnikidan o'g'irlab ketib, unga uylanadi. Shundan beri Amfitrita eri Poseydon bilan suv osti qasrida yashaydi. Poseydon qasri uzra yuksakda dengiz to'lqinlari tinmay shovullaydi. Poseydonning atrofida uning amriga muntazir bo'lgan dengiz ilohlari parvona. Ular orasida Poseydonning o'g'li Triton ham bor. U chig'anoq burg'usini baralla chalganida dahshatli bo'ron ko'tariladi. Bu ilohlar va ma'budalar orasida Nereining qizlari, Amfitritaning opa-singillari ham bor. Poseydon dengiz ustidan hukmronlik qiladi. Poseydon g'aroyib otlar qo'shilgan jangovar aravasida dengiz uzra uchib borarkan, tinim bilmas dolg'alar ikki tarafga ayrilib, o'z hukmdoriga yo'l ochadilar. Go'zallikda Zevsdan qolishmaydigan Poseydon poyoni yo'q ummon uzra o'qdek uchib boradi. Shunda uning atrofida Yunus baliqlar javlon uradi. Dengiz tubidan suzib chiqqan baliqlar uning jangovar aravasini o'rab olishadi. Poseydon 3 ayrim dahshatli asosini silkitsa, o'rkachlarni oppoq ko'pik qoplagan to'lqinlar tog' bo'lib ko'tariladi va dengiz dolg'alari o'shqirib kelib sohildagi qoyalarga urilib, zaminni larzaga keltiradi. Lekin Poseydon qudratli asosini to'lqinlar uzra cho'zgani hamon tinchiydi. Sarcha oyna misoli tep-tekis bo'lib, hadsiz hududsiz zangori ummonning qirg'oqqa ohista cho'lp-cho'lp urilganligini eshitiladi. Zevsning og'asi Poseydon ko'plab xudolar qurshovida yashaydi. Ular orasida istiqbolning barcha pinhoniy sirlaridan voqif bo'lgan sohib karomat dengiz qariyasi Nerey ham bor. Nereyga yolg'on va firibgarlik yot. U xudolar va bandalarga faqat haqiqatni ochadi va maslahatlar beradi. Nereining 50 dilbar qizi bor. Bu navnihol qizlar o'z ilohiy xususiyatlarini ko'z-ko'z qilib, ummon to'lqinida sho'x-sho'x o'ynaydilar. Ular dengiz qa'ridan qo'l ushlashib, turna-qator tizilishib chiqadilar va tinchib qolgan dengiz to'lqini shalp-shalp etib muloyimgina urilayotgan qirg'oqda davra qurib qo'shiq aytadilar. Qizlarning sokin dengiz shovullashini eslatuvchi nafis qo'shiqlari sohildagi qoyalarda aksado bo'lib yangraydi. Nerey qizlari bahriylarga homiylik qilishadi va ularning safarlarini bexatar qilishadi. Dengiz ilohlari orasida qariya Protey ham bor. U o'z qiyofasini dengiz misol o'zgartirib turadi va xohlagan paytda turli hayvon yo bahaybat maxluqqa aylana oladi. U ham sohib karomat xudolardan, faqat uni g'aflatda qoldirib tutib ola bilish va g'oyibdan xabar berishga majbur eta olish kerak. Zilzilakor Poseydonning hamrohlari orasida mallohlar va baliqchilarning pushtipanohi tangri Glavd ham bor. U ham bashorat qilish qobiliyatiga ega. Ko'pincha u dengiz tubidan suzib chiqib, bandalarga g'oyibdan xabar beradi. Dono maslahatlar takallum qiladi. Barcha dengizlar va butun zamin atrofidan izzat e'tibor va shon-shuhratda Zevsga teng buyuk xudo Mo'ysafid okean oqib o'tadi.
U juda olisda, dunyoning eng chekka sarhadida yashaydi. Ro'yi zamin tashvishi bilan uning mutlaqo ishi yo'q. Okeanning 3000 o'g'li daryo tangirlari va 3000 qizi jilg'alaru chashmalar ma'budalari bor. Uning o'g'il qizlari o'zlarining mangu oqib turuvchi obi-hayotlari bilan bandalarga ma'murlik va quvonch baxsh etadilar. Ular ro'yi zaminni va barcha jonzotlarni o'z suvlaridan bahramand etadilar. Poseydon afsonalarda aytilishicha, qudratli vaqt va zamon xudosi Xronosning hamda sohib jamol ilohi Geyaning farzandi edi. Poseydon Olimpda yashaydi va dunyoni Zevs hamda Aid bilan birgalikda boshqaradi. Poseydonning Zevs va Aiddan tashqari Gera, Demetra va Gefest kabi aka-singillari bo'lgan. Poseydon dengizni boshqarishda Nerey, okean, Proteyning ko'magiga tayanadi. Poseydon Yunonlar e'tiqodiga ko'ra dengiz xudosi edi. Uning qadimgi Rimdagi ko'rinishi Neptun nomi bilan mashhur.